Assalomu alaykum birodarlar, obunachilar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga 3 ta boksli apparatimizni o'rnatib berdik. Samoykamiz Nurbek samoykasiga yo'lning yoqasida bo'ladi. Apparatimizning ishlash jarayonlarini, qanaqa funksiyalar borligini bitta sizlarga ko'rsatib, video obzor qilib ko'rsatib beraman. Pult upravleniyamizning holatlari korpus nержавейкадан bo'ladi, usti чистый shishadan. Funksiyalari: voda, turbo voda, vosk, osmos, pena, aktivniy ximiya, nano shampun 7 ta funksiyalik bo'ladi. Skoruslari o'zgaruvchan, sifatli, kачестволari ham juda ham zo'r bo'ladi. Shampunni sepkislariga ham gap bo'lish mumkin emas. Rukamoynigimiz ham bor. Rukamoynigimiz lattani yuvish uchun bo'ladi. Чистый nержавейкаdan pastida pedali bor. Su pedalni bostirib, yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Pult upravleniyamiz shunaqa holatda bo'ladi. O'zini VIP kartochkalari bo'ladi и отчетный kartalari bo'ladi. VIP kartochkada без ограничений ishlaydigan bo'ladi. Hamma funksiyasi tekinga ishlaydigan bo'ladi. VIP kartochkasi va отчетный kartasi bo'ladi. Kunlik savdolarni ko'rsatib borish uchun. Bu apparatimizda hammasida ham bonuslari bor. 10% bonus qo'yilgan. 5000 so'm tashlasangiz 5,5 ming, 10 ming so'm tashlaydigan bo'lsangiz 11 ming so'm bo'ladi. Bu tomonda pena pistoletimiz, bu tomonda voda pistoletimiz bo'ladi. Voda pistoletimiz ham original germanskiy sifatli zo'r pistoletlardan bo'ladi. Korek держателlarimiz sifatli 4 ta korek держатель bo'ladi. Bu ham чистый nержавейкаdan qo'yganda, yuvganda tushib ketmaydigan korek держатель bo'ladi. Konsollarimiz ham sifatli, mashinani aylanib yuvganda ham zo'r, yengilgina aylanadigan bo'ladi. Bu yerda texnik kontamiz, motor turadigan xonamiz bo'ladi. 3 ta boksga 3 ta motorimiz, Tureyskiy motor, italyanskiy pompa 200 barli bo'ladi. Santexnikalarimiz ham, ximiyalarimiz ham hammasi отдельно ishlaydigan bo'ladi. Bochkalarimiz yuqorida bo'ladi. Apparatimizdan pul so'rib ishlatib ko'rsamiz, ishlash jarayonlarini. Pul so'ganda 5000 so'm, so'ganda 5,5 ming so'm 10% bonusga o'tdi. 10 ming so'm soldik, 11 ming so'm bo'lib o'tdi. Mashinani yuvib, aktivniy ximiyamizni sepib ko'rsatib beramiz. Shampunimizning chiqish jarayonlari juda ham kichik gap bo'lishi mumkin emas. Va aktivniy ximiya bu. Voda funksiyasi, vodani sepganda 150 bar sepadi, vodani давленияsi pastroq bo'ladi. Turbo vodani bosadigan bo'lsangiz 200 bar kuchli давление bo'ladi turbo vodada. Turbo voda. Assalomu alaykum. Bugun biz yangi motor ochdik. Sizlarga kutib qolamiz.